Do'stlar, bugun eng qadrli bo'lgan patsientimiz Gulsara opa kelganlar. Bu patsientimizni sizlarga oldin SMS'larni ko'rsatib yozdirgan bo'lishim kerak. Uni ko'rganlar bor va albatta bu patsientimizga, opajonimizga 2002-yil, ya'ni men institutni 2001-yil bitirganman. 2002-yil tish qo'ydirganlar 22 yil oldin ishonib tishini, sog'lig'ini ishongan insonga 20 yildan ko'proq vaqt o'tib tish bilan problema bo'lishi menga juda qattiq botdi va shu xulosaga keldimki, hamma tishlarini klinikani hisobidan tishlarni qo'yib berishni maqsad qilib qo'ydim. Lekin o'sha payt har 10 yilda almashtirasiz deb aytganman. Bu gal sizga har 10 yilda almashtiring deb maslahat bermayman. Bu yog'iga bilasizmi? 20 yil ichida zamon va texnika o'zgardi. Bu yog'iga xudo xolasa butun umrga deb kafolat berishga harakat qilaman va va'da beraman. Boshqa tishlarim qo'yganlaringiz haligacha yaxshi turibdi, alhamdulillah. Shunchalik meni o'shanda yosh studentlik endi bitirib kelgan bo'lsangiz ham, menga qilgan ishlaringiz juda ham yoqdi. Undan oldin bir ikkita doktorga borgandim, tish qo'ydirganman. Tish qo'ydirganman, nervi yo'q tishim, jag'ishim og'riq bo'lavergan. Doktorlar aytishdiki, yaxshi hammasini men og'riyapti deb anaqa qildi. Sizga kelgan kuni bittada ko'rib aytgansiz, tishingizni uzun qo'yib qo'ygansiz, chelis o'shani hisobiga hamma bosim o'shanga og'irlik unga tushgan tishga, o'shanga qarab og'riyapti deb bittada aytgansiz. Tishimni yechib kaltalatganingizdan keyin og'riqlar ham qolgan. Keyin sizga ishonib qolgan tishlarimni ham hammasini qo'ydirib kelgan tishlarimni ham boshqatdan sizga qo'ydirganman. O'sha vaqtda menda 1 yil, 1,5 yil tajriba bor edi. Hozir yelkamda 24 yil tajriba turibdi. Xursandman. Yana qaytadan sizni topib kelganimga. Endi hech qachon yo'qotmaysiz. Menga ishongan va qadriga yetgan insonlar mana qadriga yetishga harakat qilaman. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Rahmat.